Assalomu alaykum aka. Ming bor uzr kechga qoldim aka. Buncha kech qolib ketding. Ovqating ham sovib qoldi ukajonim. Sen yeb turgan, men hozir hojatxona shunda o'tib kelay. Bering, o'zim qo'yib beraman. Yo, kenayi o'zim qo'yaveraman, shart emas. Hamcha o'zingiz olasiz. Akangiz ertalabdan kechgacha ishdalar. Siz ham ertalab chiqib ketasiz. Nima, men sizga yoqmaymanmi? Siz akam ayoli bo'lasiz. Men uchun kenayimsiz. Undan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. O'zim qo'yaman. Nima? Bo'l. Voy, uyalmaysizmi? Kelingiz bilan. Boshqa, keningni qo'lingni tegizayotsanmi? Qarama, turib yo'q. Ko'zim ko'rinmas. Adasi ko'rdingizmi qiluvlarni? Siz yo'lingizda har doim mana shunaqa qiluvlar qiladi. Qo'rqaman men, yolg'iz qoldirmay ukangiz bilan. Ras. Menga vaqtliroq aytmading, shunaqa qilib qilsa. Sen mashinaga tushib turgan, men hisoblashib hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Yo'q, va alaykum assalom. Bir narsaga guvoh bo'lib qoldim. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Eshitdingmi? Nimani so'ramoqchisiz? Yoningizda o'tirgan ayol kishi bilan to'ringizda o'tirgan erkak kishi kim edi sizga? Yonimdagi ayolim, to'g'rimdagi ukam edi. Nimaga so'raysiz? Yoningizda o'tirgan ayol kishi ukangizga qiluv qilib o'tirdi. Agar meni gapimga ishonmasangiz, restoranning kamerasi bor. Ochib bitta ko'ring, o'zingiz xulosa qilasiz. Ming bor uzr xafa qilgan bo'lsa. Bazen yolsuz, qolib birov qarovsiz, hatto cho'zsiz